Assalomu alaykum hurmatli gruppa. Mana korobkamiz dalshi sochilyapti. Mana bu kichkinasi ko'rish paketi mana. Ko'rib turibsizlar, sinib ketgan. Portion sinib ketgan, portion. Paket portioni sinib ketgan. Hozir ochilyapti. Takansa ochamiz, ko'ramiz. Qani nimaga bunday, nima uchun sinib ketgan? Shunaqa moy davlenasi shunaqa baland bo'lganmi? Shuning uchun doim moy davlenasini o'lchab qarab qo'yish kerak. Boyaginaqa shaybalar qo'yilmaydi. Boya ko'rsatib o'tdimi? Mana moy kanaliga bunaqa shaybalar qo'yilmaydi. Bu yo'q, bu o'zi zavodga qo'yilmagan narsaga shayba qo'ymash kerak. Bu moy davleni yuradigan klapan. Buni qo'ygandan keyin, buni siqilgandan keyin moy kuchi ortib ketadi, ko'payib ketadi. Mashina qilib keyin sindiradi keyin. Mashina qilib keyin moy davlenasi sindiradi, yoradi. Mana shunaqa qilib. Ko'ramiz. Yana nima chiqar ekan?